qara. Nimaga biz er tanlashda adashdik qizim? Qayerda biz xato qildik? Yo'q. Yoshligimizda bizga qanaqa bolalar gapirmadi? Ashkisi bor, qo'lda gul ko'tarib, g'it xotin-qullari gapirdi-yu bizga, to'g'rimi? Xotin-qullar. O'shanaqa bolalar gapirdi. Biz lekin o'shalarni mensimadik biz. Biz nima dedik o'shanda? Bu cho'rt. Maktab payt buni burloqqa yurardi, bunimda qovlab yurardi. Men bunga tegmayman-man. Men bunga nima unaqa qildik qizim? Hozir o'shanga tegganingda, u onasini bundoq bu yoqqa surib qo'yib, seni pirojkangni bag'riga bosib o'tirgan bo'ladi bolam. Yo, bizaga mahallani g'o'rzakoni. Ko'tiga bir tepsang tashag'i shaqillaydigan bola kerak edi. Bizga puli kerak emas edi. Bizga ismini aytib, "Qodirali" deganda, "Voy" deydigan obro' e'tiborli, ko'tiga tepsang 100 so'mi yo'q yigit kerak edi. Biz o'shani tanladik. To'ydan keyin nima bo'ldi? Yo, biz kimni tanladik? Yoningda yotib, teskari qarab, ko'rpani bundoq o'rab, "Ha, jonim, ertagacha" deb o'ynashi bilan yozishadigan bir maxluqotni tanladik. Pul so'raganingda, "Yomanda pul, qanaqa pul?" Bor oyjoyini so'rab ketsa, iloji bo'lsa menga bitta mashina olib bersin deydigan bir ko't kezalikni tanladik. Iflos! Hech kiyimimmi? Maras! Ovqat olibga! Dalbayob deydigan tanladik-da biz. Yo'q. Bizda haqqimiz yo'qmidi? Bundoq ko'ylak kiyib, erimiz bilan bundoq qilib, deb vals tushganib bizning haqqimiz yo'qmidi? Ko'z-ko'zgacha degani bizning haqqimiz yo'qmidi? Yo, nimaga? Ona, dalbayob deb-u, sevadi meni, mana ishtirishimga oshu deb-u, degan. 40 ga kirsa ham 40 chalik aqli yo'q bir ko'tni tanladik biz. Biz mana shunaqa baxtqaro bo'ldik. So'l yetim bo'ldik biz. Endi nima qilasan? Jupta qilib qisib yashaysan bolalaringni yoningga olib. Deb bunday qilib beshitga qilib beshitga yuratib, yoshligim deb o'tadi endi seni umring qizim. Chidaysan endi.